Hammaga salom do'stlar. Bugungi videomizda bitta zo'r Amerikan yo'nalishini ko'rsatib beraman. Agarda sizda Amerikan yo'nalishlar bo'yicha muammolar yuzaga kelayotgan bo'lsa, mana bu yo'nalish sizga yaxshi variant bo'lishi mumkin. Shunday ekan, videomizni oxirigacha tomosha qiling. Biz boshladik. Yaqinda Telegram kanalimda so'rovnoma o'tkazgandim, ya'ni YouTube kanalimda qanaqa videolar chiqishini xohlaysiz deb aytgandim. 77% insonlar Amerikan yo'nalishlar bo'yicha kontent chiqishini xohlabdi. Shu sababli men sizga ajoyib qiziqarli yo'nalishni topib qo'ydim. Kanalga e'tibor qarating. O'zi arzimagan videolar qo'ygan, ammo natijasi juda ham yaxshi. O'zi kontentlar qanaqa? Aynan manzaralarga, umuman turli xil davlatlarga asoslangan videolar chiqariladi. Tayyorlanishi juda ham oddiy va sodda. Agar tayyorlayman desangiz, bemalol o'rganib olasiz. Xullas 29 ta video bilan 17 ming obunachi yig'gan kanalni batafsil statistikasini hozir ko'rib chiqamiz. E'tibor qarating, kanalni egasi 2024-yilda kanalni ochganiga qaramasdan faol ravishda endigina videolar qo'yishni boshladi. 29 ta video bilan 3,5 milliondan ziyod prosmotr yig'ib ulgurgan. Endi shundan bilib olishingiz mumkin, monetizatsiyaga ulash uchun 10 million prosmotr kerak bo'ladi. Shu sababdan hozircha ushbu kanal monetga ulangani yo'q. 10 million prosmotrni ham o'ylashimcha bu kanal tezda yig'ib oladi. Mana shunda monetga ham ulash imkoniyati bu kanalda mavjud bo'ladi. Siz ham albatta sinab ko'rishingiz mumkin. Ungacha shu yo'nalishga aloqador yana bitta kanalni ko'rsataman. Endi ushbu kanalga ham e'tibor qarating. Prosmotrlar juda ham yaxshi, ba'zi birlari milliondan o'tgan. Bu degani sizda zo'r imkoniyat bor. Xo'p, eng mashhur videolarga o'tamiz. 1 million 400, 1 million 300, 306 ming. Eng qizig'ini aytaymi, bu kanal 18 dona video joylagan va 13 mingta obunachi yig'ib ulgurgan. Prosmotrlar esa 3 milliondan oshgan. Xullas, boya aytganimdek, 10 million prosmotrga borgunicha hali monetizatsiya yo'qolmaydi. Chunki statistika shunaqa. Xullas, nasib bo'lsa, mana shu kunlarga yetib kelsak, buni ham bir ko'rsatib o'taman. Ungacha siz kutib o'tirmang, ijodni boshlang. Amerikan yo'nalishlar bo'yicha eng so'nggi yangiliklar va ma'lumotlar meni Telegram kanalimda bo'ladi. Telegram kanalimning manzilini opisaniyada qoldiraman. Xullas do'stlar, sizda Telegram kanalimizda yana bitta zo'r imkoniyat bor. YouTube'da turli xil muammolarga, turli xil savollarga baribir duch kelasiz. Bunday holatda bizni mana bu menejerga murojaat qilishingiz mumkin. Asosiysi YouTube bo'yicha barcha savollaringizga shaxsan o'zim javob berib chiqaman. Yana bir narsa, agarda sizda YouTube bo'yicha turli xil xizmatlarga ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa, bizda YouTube xizmatlari mavjud. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bizda narxlar anchagina arzon va sifatli ish ta'minlanadi. Shunday ekan, albatta qo'shilib qo'ying va tanishib chiqing. Manzilni opisaniyada qoldiraman. Xulosa shuki, yo'nalish juda ham ajoyib. Bemalol sinab ko'rishga arziydi. Monet bo'yicha muammolar bo'ladimi deb savol beradigan bo'lsangiz, muammo bo'lmaydi. Agarda siz shu kanal bo'yicha kontentlar qilib, kanalingizni monetga ulay olmasangiz, men sizni kanalingizni albatta sotib olaman yaxshi narxda. Mana shunday kafolat bilan ushbu yo'nalishda ijod qilishingiz mumkin. Eng qizig'i, bu yo'nalish boshqa yo'nalishlarga o'xshab trenddan tushib qolmaydi va siz doimiy prosmotrlarga va doimiy daromadga ega bo'lasiz. Shunchaki kanalni siz sifatli ravishda yuritsangiz bo'lgani. Ko'rib turibsiz, yangi kanallar ham 18 ta, 20 ta videolar bilan zo'r natijalarni qilyapti. Masalan, o'zim ushbu yo'nalishda yaqindagina bitta kanal ochdim va bir kun ichidayoq yaxshi prosmotrlar olishni boshladi. Bu degani yo'nalish ajoyib va ijod boshlash mumkin. Bitta narsani iltimos qilardim, shuni tushuninglarki, men bu yo'nalishlarni insonlarga manfaatli bo'lishi uchun chiqaryapman. Aynan insonlar yo'nalishlarni talab qilayapti, men sizlarga yo'nalish beryapman. Kommentga kirib olib, meni ustimdan har xil negativ fikrlarni yozish shart emas. Men talabga binoan kontent chiqaryapman.
Bu yo'nalishlarda kanal yuritish yoki yuritmaslik sizga havola. Hammasi o'zingizga bog'liq. Xullas, videomiz o'zini oxirgi nuqtasiga keldi. Shu yerda xayrlashamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.